Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videoda obloshkani ko'rganinglarda yoki описаниeni o'qiganinglardagi xullas qaysi biri yaxshi, CapCut yoki Premiere? Ikkalasi ham zo'r programmalar. O'zim asosan CapCut ishlataman. Ko'pchilikning savoli nimaga aynan CapCut? Premierda montaj qilsangiz bo'ladi-yu deyishadi. Buning sababi o'zimning proyektlarim hozir biroz tezroq. Ya'ni hozir 3-4 ta proyektim bor. Bundan tashqari o'zimning blogim boshqa va menga tez-tez montaj qilish kerak. Tezroq va unaqa sifati tushib ketmaydigan darajada montaj qiluvchi programma bu menimcha eng zo'ri CapCut bo'lsa kerak. Nimaga? Chunki CapCutda juda ham ko'p narsa tayyor. Faqatgina uni o'zgartirib qo'yish kerak. U degani boy odam zo'r montaj qilib ketadi degani emas. Hamma narsa bog'liq miyaga. Tayyor narsani qayerda, qanaqa qilib ishlatishni ham bilish kerak faqat. Premierga kelsak, Premiere professional. Unda faqat ko'p narsa tayyor emas, odam o'zi yasash kerak, o'zi bitta-bitta qo'yib chiqish kerak, boshqa и так далее. Bitta video uchun ancha vaqtingiz ketib qoladi. Menda unaqa emas. Bir kunda 5-6 ta ham video montaj qilishim mumkin agarda tezroq bor kuchim bilan ishlasam. Agar sizlarga ham tezroq, osonroq, kачествосini yo'qotmagan holda video kerak bo'lsa, montaj, ya'ni CapCut sizlarga udobno. Lekin sizlar iloji boricha juda ham professional, ko'proq vaqt ketsa ham mayli desanglar, unda Premiere Pro'ni sizlarga tavsiya qilaman. Lekin o'zim hali Premiere Pro'ni zo'r bilmayman, ozgina bilaman, zo'r emas. Kesish, qo'shish, boshqa и так далее. Gaplarimni to'g'ri tushundingiz degan umiddaman. Agar podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, hozir bo'lib qo'ying, chunki CapCutni уже o'rgatishni boshlaganman. Hali O'zbekistonda ko'pchilik kompyuter versiyasini ishlatmaydi. Yaxshi bilmaydi, ya'ni. Men bo'lsa deyarli 1,5 yildan beri ishlataman. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. Uni ham o'qib, shunaqa video ko'rinishda olib chiqishim mumkin. Charchamanglar. Xo'p,